Do'stlar, bugun biza o'sha o'tgan qismida derisini yana ikkinchi qismini olamiz. Mana o'sha futbolchilar sizlar ko'rgan. Bu yana ochildi. Mana agentdan sotib olishlar mumkin. 375 ta olmos. Lekin qora futbolchi tushmadi. 2 marta ham ochdim, tushmadi lekin. Bugün tushmasa kerak. Tushsa yaxshi bo'ladi. Akkauntni yana ko'rsataman. Mana bu futbolchini lekin tushirib yaxshi qilganman. Omadli bachamanda. Omadli bo'lamanda. Mana match bo'lsa onlayn. Kod masalada o'tgan safar qismda yomon qotgandi. O'ynab bo'lmagandi, lekin oxirida 2 o'yin yutqaztirgan paytim o'tib ketgandi o'yinda. 5-2 This 5-2. Don't be fooled by this 5-2-1-2 formation. It seems defensive, but it's ideal for a counter-attacking team. He loves to run with the ball. Şu kısım küp The olmak assistant iyiydi. gets his flag down. He's onside. Olamadım. He's one-on-one now. Burada 6 metre tutacağını kadar arasına. Stunning save there. Osman. Rıçıktımdır Osman. Git yaptı. Gabriel with a tackle. Gol. Will it go in? Gol. And he's done it. So far, so good. The favourites have got the opening goal. Oh, we need to see that goal again. Abone olup gittiler. Yaş bloggerler It's Rongier. Jason. He misjudged the pass. Mbappe'de gol aramışsın Mbappe. Dikkat. Fidalgo with the tackle. Kaz. And he's onside here. Orada da maçta ettim video. Nothing in it now, and this game could go either way. Ormaçın müstebise. The replay will give us a closer Maçta look. ettim. Dark saytiga kiraman. Ko'rsam, bilasizlar, Omonxon aldaydi. Dark saytda uncha mavjud emas. Bor, lekin amerikalarda bo'lsa kerak. Goblin, Cobra Cloven Sardor bo'lgan. Ko'plar Omonxon o'zi yasaydi. He's read that one absolutely perfectly. 5-chi qismi lekin uncha yaxshi bo'lmadi. Yo, u 5-chi qismi emas ekan, yana video ol ekan. 5-chi o'sha borgani video jonli efirda ko'rsatdi. Boshqa bo'lekan 5-chi qismi. Yangi bir klon kelganmi, shunaqaroq. He's taken back possession. Agar 100 ta obunachi bo'lsam, men shunaqa video olaman. A great move, he's been through. Surely a goal is coming. Orşum xohlasanglar, tezroq menga obuna bo'linglar. İşte Messi deb It's Lionel Messi. A good save. That shot was travelling at pace. Gets it on. Great dribbling. Sizlar ham dars o'ynaysizlarmi? Intercepted. Jon Garcia ekan. Men qaysi klubga fanat qilishimni oldin videomda bir ko'rib bilib olsanglar He's won bo'ladi. the ball back. Hozir ham aytib o'taman, Arsenal. Players go into the changing rooms. It's 1-1. Both teams have cancelled each other out. Real muxlislar esa obuna, Barsachilar komment. Birinchi taym tugadi, yaqin. Vinicius tushiramiz, Viniciusda. The manager's decided to make one small change to his squad. Hector Belmesa orqaga o'zladi. Back to the goalkeeper. Ay gol. Look offside. He's got the goal in his sights. Qani offside emas. Chesney to the rescue. Qaytdi deb. Poor attempt to win the ball. Safe. Can anyone get on the end of this one?
100 ta obunachi bo'lsam, o'sha aytgan gapim premyera qilib This is dark Lewandowski. qismini olaman mana. An expert tackle. Xuddi dachaga emas u. Some strong Dachaga tackles. chiqmasdan It looks like it's going to be one of those physical games. Hozir dachaga chiqib He's through on goal, but mana can he finish it? Darkentdan klon chaqiraman. Agar mavjud bo'lsa, That's well umuman out by the aldamayotgan defense. bo'lsa chaqirsa bo'ladi. Men aldayapti deydi chunki. The fans are on their Kobrani feet. bo'yi Sardor bilan bir xil edi. O'nxona o'lchaganda Ibrahimovic. bir xil. Good defending there. The scores are level, but can one team seize the opportunity? What an opportunity! Chesney to the rescue. That was a world-class save. Let's Agar see how he mayli managed to juda save that tezroq shot. bilmasa, Turkson kitobini ochsam They Darkentga interrupt on kiraman. this set piece. Agar 100 ta bo'lsa Darkentdan cho'qiraman. Is this the moment? Not a good shot there. It's gone Yeah. wide. Obunachiman. Yana 100 taga borsa, Let's see how Darkentdan badly he got it tashqari wrong. Some yana extra boshqa shooting challengelar training needed, I videolar think. olaman. Flicked it forward. Kimi sharhlovchi ketdaman. Hozir sharhlovchi bo'laman. Dembele, Now it's Pogba. Pogba o'pdi. Vo! Olmos bor ekan. And he's Pogba playing kirib for his qolgan team. yozuvdagi Pogba tushigan demak. One Pogba last push. tushdi. A chance for a crucial goal right at the death. Nima qildim u shuvarta yorolmay? Nima bo'lib ketyapti? This is the player who's making Ay, it all yutdim happen. Yetti menimcha foizi ko'p yutdi. Lekin baribir. Nothing to separate Don't these two forget teams in a us. tight game. Till next time, it's goodbye. Bilmadim. Kim reklama. Hakikaten güzel reklama. Oy, mana Pogba'ni tushirib qo'yibdi, Pogba'ni. Menga lekin eng kerakli futbolchi ashig'an yo Kukurela Kubarsi yoki bo'lmasa Rodri, Pogba. Yamal juda kerak emas. Kerak Yamal ham tushsin, mayli. Yaxshi bo'lmasdi. Kimga kerak emas? Yo eng kerakli, chunki menga mana bu yerda Messini, ya'ni payni turadi. Messini o'rniga Pogba yoki Rodrini qo'yishim kerak edi. Shunda full akkauntdan 86 dan pas bermaydi. Zaxiradan. Qanday qilib tez kuchayish o'rgatayim. Tez kuchayishda bu yerga kirasizlar. Mana qurgan shnaqadan o'ynaysizlar. O'ynagandan keyin chiqqandan keyin yutasizlar. Reklamaga pullarni yana o'sha 2 barobar qilib beradi. O'sha reklama ko'rib Managers are yaxshi testing sariq themselves in futbolchilar green orasida league bo'ladi. live. Who'll grab the victory Men today? uchun boshda And this is the 11 unveiled by the home team. Futbolchilar olganman yaxshi. This is the selection Messilarni from the away side. olganman. Mana kim bor? De Jong bordi. Shunaqalar De Jonglarni olganman. Gets his match Sanam underway. bordi, sotdim. Futbolchi uncha kerak emas. Misplaced Sanam pass. uchun kerak. Lekin kuchayish ham kerakda. Kuchaygandan keyin Sanovni vaqshim 80 nechagacha kuchaytirib Kim Min-jae wins the ball. Dasida Eldor Shomurodov ham bo'lish kerak yani. Bruno Fernandes. It's a cynical foul. The crowd are jeering the player. The ref has shown him a yellow card. He'll have to work on his discipline. Chizdim. Piyoz qanaqadir o'zim piyoz bak men chiqib ketgan. Xuddi Kylian diktator. Gol. Kylian He's broken through. He's in the clear and going for goal.
composure from this player. Is that goal just the start of many? The players are eager to get the game going again. Hozirda eng mashhur blogerlardan That's great bloger kim determination. deb o'ylaysiz? Yozib ketinglar, kimligini o'zinglar with the fikringlar. Men eng zo'r mashhur blogerlardan biri. Qashda akkaunt chiqqandan beri kuzataman He's Omonxonni. one-on-one now. Will we Omonxon see deb a o'ylayman. goal here? Vaynerlarda he saved it. eng zo'r vaynerlar va bloger YouTuber. Yani. Keyin videolari zo'r, See mana what comes of qiziqarli this then. bo'lgan bloger Ahror Alixonov. Mana Oh, he yozib heads wide. kommentariyaga yozib ketinglar. Vayner, bloger, The fans Ahror thought it had YouTuber, gone in, but bloger. let's see how close this was to a goal. Omonxonim bloger lekin YouTuber. Ikki YouTuber. Yoqtirgan. YouTuberlar. This is Haaland. 1 minut bo'lib ketdi bu video. Mana shundan keyin tugaydi. Ko'pchi ikkita ana Dribbles the ball forward. Yeah. Kim Min-jae wins the ball. Atakaga qo'yib o'ynayman. Balansga qo'ysam nima bo'ladi? Balans bo'ladida. He loves to run with the ball. Defens bu. Mana shuni yugurtiringlar. Anyone get on the end of this one? Soni bosinglar. Chesney to the rescue. Qaytara bordi darvozadan mana. Chesney. 87 qilgandi. Chetga pas berdi quruq. Chet taraflarga. That pass Chetdan could have keyin been o'rtaga. better. Kim Delis Going for the o'ynaydi? tackle. Birga bir o'ynayveraman. Akkauntinglarni yozib ketinglar. Mana nomerlarni birga telefon qilamiz. Shu sanada shuni o'ynaymiz. Goal from Mbappe. Sizlar bosib He scored a ko'tarasizlar. brace. Keyin kalla kelgan vaqtda yurib ani bosib, qittiroq bosib, o'rtasigacha bosib, gol urib tashlaysizlar. Chitga yoringlar. Darvozabon o'ziga berib qo'ymaydi yana. Ko'taramiz. Ko'ramiz. Buncha ko'rsatmadim. Vaqt kam. 12 minut bo'lib ketdi. Mancha chiqib ketsa kerak. There's a 2-0 deficit at half time. Ana That aytdim. can all change Yutmadi in the uqa. second half. Chiqib ketdi. Shuni bir chiqib mana qilib kirsanglar chotki bo'ladi. Nimagadir bo'lmadi. Chiqib kiramiz unda. Bo'lmasa o'tiraverasiz. Chiqib kiramiz. Qaraydi. Nasıl aytgan narsam mana bu yerda mana 30 tanga turibdi pastda. Climb turibdi pastda qarasanglar. DP, SP, S shunaqa reklamaga oladi. Reklama ko'rasizlar 30 tanga beradi. Unda esa agar men hozir 45 ta tanga olganda pastda 45 chiqadi. Ko'p ko'rsatchilar bilsa kerak bu narsani. Shundan o'yin tugadi. Ha, bitta narsa esan chiqdi. Mana bu yerda nechiga turasizlar. Men 5-o'rinda turaman. Turibman. 1-o'rinda edim. Ancha o'ynamay qo'ydim. 5-o'ringa tushib qoldim men. Aniq 1-da edim. Mana bu Barselona 3-o'rinda edi. Mana orqada edi, birdan oshib ketibdi. Armeniya. Parvides. Nimaga shu? Mana. Parvides uncha mashhur emas, lekin 80. Mana Vilniusda kuchli. Bir 80 ligini kartasi bor edi. Vilniusni kuchaytirish kerak. Niko Williams akasi ganalik, Niko Williams ispaniyalik. Ma'lumot berib ketaman. Niko Williams Ispaniyaga kelganda tug'ilgan. Iñaki Williams esa Ganada tug'ilgan. Keyin ular ota-onasi Ispaniyaga ko'chib kelgan. Shu bilan videomiz tugadi. Hammaga xayr.
obodon bo'lishni unutmang.